Mana ish davom etmoqda. Mashinamizni holati yaxshi. Mana orqa qismlariga endi bir boshdan sepib chiqamiz. Mana matviy bo'lib qoldi bu. Birinchi siloyi. Hozir yana bunga bir siloy sepib, parashokni o'zini quritib, keyin ustidan original Novol o'sha 590 markali lakdan foydalanamiz. Mana laklarni ham sepib oldik. Blisklari yaxshi. Oqqan joylari, patok joylari yo'q. Mana endi mashinamiz qurigandan keyin uni yig'ishni boshlaymiz. Laklari yaxshi chiqdi. Mana Lassettidan yasalayotgan jentramiz ham mana pashti tayyor bo'lay dedi. Hozir buni salon qismlari yig'ilibdi. Mana shufkalar ximichska qilinib, mana shufkalarni kraska qilib yangi holatga kelibdi shufkalarimiz. Mana eshikdagi nimalargacha kraska qilib qo'yilgan. Mana salon qismi, minbarlari, naskorchaklari ham hammasi kraska qilib bo'yab, hammasi taqlanibdi. Mana ishimiz davom etmoqda. Mana Lassettidan yasalgan jentramiz tayyor bo'lgan holati ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q, hammasi yaxshi. Mana 2023-24 yil jentralar bilan ko'rinish bir xil. Mana mashinamizni Lassettidan shu holatga kelguncha xarajatlarni aytib o'tamiz. Opshi kimga shunaqa Lassetti bo'lsa, shu holatga keltirish uchun $1800 bo'ladi. Xizmat haqqisi, kraska, material, qolgan hamma xarajatlari shuni ichida. Agar bu oq holatda, oq Lassettidan oq jentra qiladigan bo'lsa, agar $1200 ga qilib beramiz. Bizni kuzatib boring. Manzilimiz Buxoro viloyati Vobkent tumani, O'zbakon mahallasi. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosing va bizni Uchqun avtoservis kanalimizga obuna bo'ling.